Assalamu alaykum. Hazır bugünkü faaliyetimiz resmi başlandı. Aldılan hammalarninki qadam tashriq qilganlarga rahmat aytaman. Men Nuriga Uyg'ur Islom madaniyat markaziga vakolatan mushu faoliyatni o'tkazish uchun, mushunchalik bolalarni xush qilish uchun ajr singlagan barliq masjidning hay'atlari va hay'atning sirtidagi jamoatlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bugünkü faaliyatninki asosli kun tartibi bo'lsa, bolalarni asos qildik. Kichik bolalarimiz aldılar man oynab qo'ygandan keyin anandan keyin qolgan cho'nglarga bizniki o'yinlarimiz var. Mishadagi bolalarning ota-ona hammalarni qizg'inlik bilan qatnashib berishinglarni umid qilaman. Bizdeki cho'nglarniki ag'amish tartish qatorliq yana bir muncha o'yinlarimiz var. Bugünkü asosli maqsad bolalarni xo'shal o'ynatish, anandan keyin bir-birini ko'ritish, anandan keyin bir Uyg'ur muhitini barpo qilish.